hammani yuziga birdek tushib kelayotgan tonalnini so'rayotganmi deylar. Nima tonalni olsam tushadi menga? Meni yuzim suxo'y, meniki quruq, menikiga hech narsa tushmaydi yoki tonalni yotmaydi deb juda ham ko'pchilik qizlarimiz shikoyat qilishadi. Hozirgi momentda eng original va narxlari ham hamyonbop bo'layotgan Koreya brendini ko'rsanglar bo'ladi. Mana shuni yaqinroq ko'rsangiz, Made in Korea. Koreyskiy brendda tonalnilarni sizlarga obzor qilib bermoqchiman. Xo'p, 21 07 13 raqamlarida bo'ladi. Bilasizlar, bu raqamlar sizlarning toninglarni bildiradi. O'zi hamma tonini bilsa kerak. Hozir men tamoyil вообще qora tonni olganman. Endi buni qo'limga surib ko'rsatib beraman. Bittada yotib berishini ko'rsanglar bo'ladi. O'zingizlar SPF 20 bo'lib chiqqan. Mana qizlar, ko'rasizlar? Wow. Bittada yotdi. Na bu yoqda tonalni surishdan oldin uhod qilingan, na SPF surilgan yoki krem surilgan, hech narsa surmasdan turib tonalni o'zini qo'limga surib sizlarga ko'rsatib berdim. Mana bittada yotib berdi, ko'rasizlar. Hech kim hali bu tonalnidan shikoyat qilmadi. Narxlari esa atiga 110 ming so'm chiqdi. Shoshilinglar.